O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi tashabbusi bilan safimizdagi yoshlar loyihasi doirasida ochiq muloqot tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbir birgalikda ijtimoiy davlat sari g'oyasi asosida tashkil etildi hamda asosiy e'tibor yoshlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, ularni mamlakat hayotida faol ishtirok etishga jalb etishga qaratildi. Tadbirni O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi raisi Zulfiya To'yeva ochib berdi. U o'z nutqida prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlat va jamiyat xavfsizligiga bevosita tahdid solayotgan uyushgan jinoyatchilik, narkotik jinoyatlar, kiber jinoyatlar hamda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasida belgilangan muhim vazifalarga alohida to'xtalib o'tdi. Bu jarayonda barcha sohalar qatori yoshlarning ham mas'uliyati muhim ekanini ta'kidladi. Shuningdek, tadbir davomida so'ziga chiqqanlar tomonidan elektorat manfaatlaridan kelib chiqqan holda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining saylovoldi dasturida belgilangan ustuvor vazifalar, partiyaning siyosiy pozitsiyasi hamda aholi, ayniqsa yoshlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan amaliy ishlar xususida atroflicha ma'lumot berildi. Ochiq muloqot shaklida o'tgan uchrashuvda yoshlarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar qaytarildi. Tadbirning muhim qismi ijtimoiy hayotda faol bo'lgan bir qator yoshlar tantanali ravishda partiya safiga qabul qilinib, ularga partiya logotipi tushirilgan esdalik sovg'alari topshirildi. Yoshlarimiz safimizga qo'shilganidan juda ham mamnunmiz va ular bilan birgalikda yoshlar qanoti safiga qo'shilishdi. Ular bilan birgalikda ko'plab loyihalar tashkil qilamiz. Ularni qo'llab-quvvatlayman. Ularni tashabbuslarini olib chiqaman yuqorilarga. Yana rahmat aytamanki, men o'zim avval missiya nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutida koordinator lavozimiga tayinladilar. Bu uchun katta rahmat aytaman. Xalq demokratik partiya men o'zimning oldimga qo'yilgan maqsadlarim, intilishlarim, oldimga qo'ygan o'sha orzularim bo'yicha uyg'unlik bor ekan. Xalq demokratik partiyada men shuni bildimki, xalqning salomatligini o'ylash, masalan, sog'lig'i yuzasidan nafaqaga chiqqanlar, nogironlik yuzasidan nafaqaga chiqqanlar, qarilik yuzasidan nafaqaga chiqqanlarni barchasini o'sha muammolarni bartaraf etish, sog'lik yuzasidan ham, moliyaviy tarafdan ham muammolarni bartaraf etish hisoblanadi ekan. Bundan tashqari, emlanmagan yosh bolalar, chaqaloqlar, masalan, neonatologiya vaqtidagi chaqaloqlarning emlanishligi, xavfli kasalliklarni oldini olish va profilaktikasini aynan ushbu partiya amalga oshirib beryapti. Hozirda shifokor bo'lmoqchi bo'lgan talaba sifatida shuni aytishim kerakki, oldimga qo'ygan maqsadlarim, intilishlarim bo'yicha Xalq demokratik partiya men uchun eng aynan mos partiya hisoblanadi. Mazkur tadbir yoshlarni partiya g'oyalari atrofida birlashtirish, ularning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash hamda kelajakka ishonch bilan qadam qo'yishida ham muhim ahamiyat kasb etadi.